Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Xayrli kech, xayrli kun do'stlar. Yaqindagina Real Madrid o'z uyida Bernabeuda Madridda Yevropa Chempionlar Ligasi 6-tur doirasida City ni qabul qilib va o'sha o'yinda 1-2 hisobda City ga mag'lub bo'ldi. Ushbu o'yin tahlili, ya'ni Real Madridning bu o'yinga kelgunga qadar natijalari va ushbu o'yindagi harakatlari haqida so'z olib boramiz. Qani boshladik. Bismillah. Real Madrid City bilan bahs olib bordi, 1-2 hisobda mag'lub bo'ldi City ga va o'sha o'yindagi Realning vaziyatlari, ya'ni darvoza, himoya, markaz hamda hujumdagi holatlar haqida ham ozgina gaplashib o'tamiz. O'zi himoyadagi xato, kamchiliklar, Hawsonda jarohat, Carvajalda, Trentda jarohat, markazdagi Militaoda jarohat, shunaqa deyarli himoyadagi barcha o'yinchilarda jarohat mavjud edi ushbu o'yinda. Xabi shogirdlarida. Hop. Real Madrid City. Endi o'yinga to'xtalsak, Real Madrid o'zi o'yinni yaxshi boshladi, ya'ni dastlabki 30 daqiqa davomida Madrid Bernabeuda ustunlik qildi va o'sha ustunlikni golga aylantirib, Rodrigoning goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi, ya'ni 28-daqiqada. O'Reilly gol urdi, 35-daqiqada javob qaytardi Realning goliga va Erling Haaland 43-daqiqada o'zi ishlagan penaltisini golga aylantirdi. Hisob 1-2. Birinchi taym ushbu hisob bilan yakunlandi, ikkinchi taymda esa boshqa gol kiritilmadi, ammo ikkinchi taymda Real Madrid yaxshi o'yin ko'rsatdi. 65-daqiqadan keyin Real o'yinchilari, ya'ni umumiy Real Madrid tarkibi ana u riskka bordi. O'sha risk evaziga gol urishni maqsad qilgandi. Xabi Alonso 3-2-5 sxemasida jamoani o'ynatdi o'yinning oxirgi yarim soatida va bu hech qanday foyda bermadi. Endrikda, Vinida, Mbappe, Endrik, Vini, Rodrigo, Brahim Diaz hamda Arda Gülerda vaziyatlar ko'p bo'ldi, ammo bulardan Real o'yinchilari unumli foydalana olmadi. Agar bu vaziyatlardan foydalanganda o'yin xuddiki hisob 2-2 bo'lgan bo'lardi, o'yinga moslangan holatda, ammo hisob 1-2 holatda yakunlandi. O'yindagi eng yaxshi o'yinchilar Citydan ham, Realdan ham. Realdan 3 ta. Rodrigo 801, Thibaut Courtois 705, Arda Güler 704. O'yinning eng yaxshi o'yinchisi Player of the Match albatta Rodrigo deb topilmoqda 801 ball bilan. Citydan esa Jeremy Doku 705, Darwin Núñez, Matheus Núñez 704 hamda O'Reilly 702 ball bilan Cityning eng yaxshi o'yinchilari deb topildi ushbu o'yinda. Xo'p, o'yindagi vaziyatlar. O'yindagi vaziyatlar. Real Madrid Manchester City. Realda XG da 1.50, City ga esa 260 ball berilmoqda. Imkoniyatlar 3-4, Realda 3 ta, City da 4 ta. Umumiy zarbalar, big chance, ya'ni boyagi 3-4 katta imkoniyatlar. Xo'p, umumiy zarbalar Real Madrid 16 ta, City da esa 12 ta. Mana shu joyda Realda ustunlik. Goalkeeper saves 6-0, ya'ni Thibaut Courtois ushbu o'yinda 6 marta o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. 6 marta jamoasi joniga oro kirdi. Xo'p, burchak zarbalari 3-3. Bu joyda ham tenglik. 14-17 follar nisbati va bu tarafda City 17 marta qoida buzgan, Realga nisbatan 3 marotaba ko'p o'yinda qoida buzgan. Xo'p, paslar 438 ga 416 ustunlik Realda. Tackles 19 ga 19 tenglik yana. Burchak zarbalari, yo'q, free kick. O'yindagi vaziyatlar, xo'p, 17 ga 13 4 ta ustunlik yana bu yerda Realda. Sariq kartochkalarda esa 3 ga 3 tenglik bu yerda. Shunday do'stlar, o'zi o'yin davomida Real ham City ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Bu o'yindagi kartina aslida durangga rozi bo'lgan futbolchilardan iborat edi, ammo o'yindagi vaziyatlarda City vaziyatlardan unumli foydalandi va ushbu foydalanish evaziga ushbu o'yinda g'alaba qozondi. Hop, turnir jadvali, eng qiziq joyi turnir jadvali. Birinchi o'rinda Angliyaning Arsenal klubi, Alisher Uzoqovning klubi. 6 o'yinda 16+16 hamda 18 ochko bilan birinchi o'rinda Kanonirlar. Ikkinchi o'rinda Myunxenning Bavariyasi. Bavariyada 6 o'yindan so'ng 15 ochko bor, 5 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat.
+11. 3-o'rinda PSG 13 ochko bilan PSG +11. Xo'p, 4-o'rinda Manchester City 6 ta o'yindan keyin 13 ochko mavjud Cityliklarda, ya'ni shaharliklarda. 5-o'rinda esa Atalanta jamoasi band qilib turibdi. Atalantada 6 ta o'yindan keyin +2, 13 ochko mavjud xuddi City kabi. 6-o'rinda esa Milanning Inter klubi. Interda +8, 12 ochko mavjud. 7-o'rinda esa Madridning Real klubi. Xo'p, Realda 12 ochko mavjud 8 ta o'yin, 6 ta o'yindan keyin. 8-o'rinda esa Atletico klubi, Madridning Atletico klubi. Atleticoda. Xo'p, 6 ta o'yindan keyin 12 ochko mavjud xuddi Real kabi. Real to'plar nisbati ko'proq bo'lganligi uchun Atleticoga nisbatan turnir jadvalida 7-o'rinni egallab turibdi. Shunaqa. Xo'p, endi Real futbolchilariga berilgan ballar bilan tanishtirib o'taman qisqacha. Real Madrid darvozabon Thibaut Courtois 705 ball bilan 3-o'rin. Yo'q, 2-o'rin, 1-o'rinda Rodrigo edi. Xo'p, himoyadagilar Federico Valverde 605, Raul Asensio 602, Antonio Rudiger eng past ball olgan o'yinchi va penaltiga sabab bo'lgan himoyachi. Antonio Rudigerda 505 ball bor. Karyerasida 602 ball bor. Xo'p, endi markaziy yarim himoya Dani Ceballos 607 ball, Chouameni 607 ball, Jude Bellingham 703 ball, yaxshi ball. Xo'p, Rodrigoga 801 ball berilgan va eng yaxshi o'yinchi maydondagi Garcia'da 603 ball, Vini'da esa 606 ball mavjud. Vini'dagi vaziyatlarni son-sanoqli qirosdan, chunki foydalana olmadi vaziyatlardan va shuning evaziga desak ham Real yutqazib qo'ydi. Bellinghamda ham bir vaziyat bo'ldi. Ikkinchi taymda Realda kamida 3-4 vaziyat bo'lgan edi gol urish uchun, ammo bulardan unumli foydalana olmadi Real klubi o'yinchilari. Xo'p, sariq kartochka Realdan Antonio Rudigerda sariq mavjud, ya'ni faol ishlatganligi uchun unga sariq ko'rsatilgan ushbu o'yinda. Do'stlar, endi kutilmalar. Real Madrid menimcha 7-likda qoladi. Ushbu mag'lubiyat Xabi Alonsoning ketishiga ta'sir qiladimi? Xabi menimcha ketmasa kerak, chunki yangi murabbiy olib kelindi. Unga tizimli futbol yo'lga qo'yish topshirilgan, ammo 1 yil yoki 3 oy, 4 oyning ichida bu narsani yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Hali kelganiga avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 5 oy bo'lgan bo'lsa, 5 oy davomida tizimli futbolni birdan yo'lga qo'yishning ilojisi yo'q. Shuning uchun unga imkon berish kerak va Real mutasaddilari ham aynan shu narsani ko'rib chiqmoqda nazarimda. Uni jamoada olib qolish kerak va imkon berish kerak. Realdan kim ketishi kerak? Vinini ketkazish kerakdir balki, chunki aynan o'sha o'yinda City bilan o'yinda u vaziyatlardan foydalana olmadi. Endi bir o'yindagi tahlil emas, oxirgi 10 ta o'yindan beri Vinicius gol ura olmayapti. Qani ko'ramiz, Perez tog'a qanday qarorni qabul qiladi yaqin kunlar ichida. Menimcha Viniga ham, Xabi Alonsoga ham imkon beradi. Florentino Perez, Real Madrid prezidenti. City yutdi, g'alaba bilan Realni tark etdi, Madridni tark etdi. Barselona esa Eintrachtni mag'lub etmoqda. Jules Koundening gollari evaziga Barselona remontada amalga oshirdi va ko'ryapmizki, Flick shogirdlari endi remontadaga sekin-sekin kirib bormoqda. Yevropa Chempionlar Ligasi 6-tur bahslari shunday yakunlandi. PSJdan durang, Real Madrid mag'lubiyatga uchradi, Barselona g'alaba qozondi, Tottenham g'alaba qozondi, Arsenal g'alaba qozondi. Shunaqa, o'zi ushbu jamoalardan kutilgan natijalar aynan Realdan mag'lubiyat kutilgan edi va xuddi shunday voqea sodir bo'ldi. Chunki o'yin kartinasi aynan durangni ko'rsatgan edi, ammo mag'lubiyat Real uchun alamli bo'ldi. O'yin tugagandan keyin muxlislar intervyu berishgan, ya'ni Bernabeuning tashqi tomonida jurnalistlar intervyu olishgan. Ular Xabi ketsin, Vini ketsin deyishyapti. Xabi ketmasligi kerak, chunki unga tizimli futbol topshirilgan. Uni yo'lga qo'yish uchun esa ancha yil kerak bo'ladi. Masalan, 1 yildir yoki 2 yildir. Ungacha esa imkon berish kerak. Mana Mikel Artetani ko'ryapmizki, Arsenalni endi cho'qqiga olib chiqyapti va jamoasi hozir ana endi La Liga, APOLda ham, Yevropa Chempionlar Ligasida ham peshqadam, ya'ni karvonboshchilik qilmoqda. Shunaqa do'stlar, endi ko'ramiz.
voqealar rivoji qanday tus oladi? Futbol dunyosi hamda dunyo futbolini yoritib boruvchi Doniyorbek Elyorovich kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling.